Assalomu alaykum. Keling aka. Aka, to'rtta non beravering. Bo'ldi, hop. Mana aka. Rahmat. Yo'q aka, pris kam, ko'tarib qo'ygansan. 5000 dan edi-yu, kecha ham shu narxga oldim. Endi shunaqa qoldi. Un ko'tarildimi yoki ramazonligigami? Yo'q, Ramazon emasmi aka, endi sezon, bilasiz. Aka, Ramazon oyida savdoni ko'tarish savob, narxni emas. Sezon keyin aka. Mana aka pris. Ha, aytgancha. Ma'lumot uchun, men asli Go'rkovman. Biz siz bilan albatta qachondir ko'rishamiz. Faqat iltimos, sezon vaqtimizga to'g'ri kelib qolmang.